Assalomu alaykum Bekkanjon kuzatuvchilari. Anchadan beri video chiqarmayotgandik. Hozirgi kunda tuzasiz bolalar oshdi va turli xil to'lovlar ham ko'payib ketmoqda. Hozir shu holatda tuzasiz bor oshgan holatda ham narxi ko'tarilmagan avtomobillar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Lekin mashina olganlardan keyin obязательно mashinaga nomer taqish uchun taxminan 60 kun, 70 kun vaqt ketadi. Negaki deganda poligon sanasi avgust tomonga qarab olib bo'lgan. Avgustdagi iyulda oxiri 25-iyulda 26-iyullarga o'chirib olinyapti. Hozirgi kunda mashina sotish juda ham sekin, sezilarli darajada mashina tushib ketdi. Negaki deganda shu holatlar kelib chiqqani uchun agar siz mashina oladigan bo'lsangiz, masalan uchun qimmat mashina oladigan bo'lsangiz, Aito, Zikr, shunga o'xshagan mashinalarda oddiy salonlardan olsangiz bo'ladi. Chang'an taxminan $30,000 atrofigacha bo'lgan mashinani rasmiy dilerlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Lekin agar yo'q, mayli men $3-4 arzoniga olaman, shunga yarasha kutishga ham roziman 2 oy, 3 oy deydigan bo'lsangiz, ya'ni ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling va arzon avtomobillarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Chang'an Depal S07 215 Max'larni biz 25,500 ga sotayotgan edik. Hozirgi kunda esa ushbu avtomobillar narxini esa 215 Max'larni narxini rasmiy dillarda $30,000 atrofida sezilarli darajada oshib ketmoqda. Negaki deganda rasmiy dillar shu spravka holatda mashinani bir kun ichida, ya'ni 15 minut 20 minut ichida chiqib ketib va shu kunning o'zida nomer taqishingiz mumkin bo'ladi. 29,900 ga Depal 215 Max rasmini ham ko'rsatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi imkon darajada. Ko'pchilik bu mashina haqida ma'lumotga ham ega. Xo'p, endi men gapni kamroq qilaman-da. Aito M9 M7 avtomobillarimiz yetib kelgan va men o'sha Aito M7larni narxlari haqida va qancha holatga tushadi, qancha ishlar bitadi batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Aito'da hozir $33,000 dan, ya'ni ipuzasiz rusborda hisobga olgan holatda oladigan bo'lsak, $33,000 dan $40,000 gacha narxlari bor. Ya'ni pozitsiyalari va narxlar haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang, kanalga obuna bo'lib qolinglar. Like bosishdan chiqmasin. Xo'p do'stlar, biz mana bir chekkadan avtomobillarni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni Cell avtosaloni raqamini ham qo'yib qo'yamiz ekranda imkon qadar. Xo'p, birinchi ko'rsatib o'tadigan mashinamiz Neta S, Hazon Neta S. Ko'rinish jihatdan juda ham qimmatbaho avtomobil ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin, lekin narxiga keladigan bo'lsak, $30,000 ga Neta S avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Buni 32,000, $27,000 atrofida sotilgandi. Hozir tuzasiz va qo'shilgani uchun narx $30,000 deyapti. Aytaylik, naqd pulga, kreditga keladigan bo'lsangiz, ya'ni xitoylik bilan gaplashib, narxini bitta arzonroq qilib olishga harakat qilsanglar bo'ladi. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling. Ushbu Hazon Neta S gibrid avtomobilini arzonroqqa xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Rasmiy dillarimiz deb so'tadigan bir kishi salonlar tanishlar bor. $34,000-$35,000 atrofida ekan shu mashinamiz narxi. Mana sizlarga $30,000 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, Aito M7 bu kapitansiy sidina, eng full komplektatsiya, ya'ni полный привод, elektronnik parog, eshik plyusoska va massaj, atamaki, xullas hamma funksiyalar borligi ham bor. Biroz pastroq pozitsiyangiz ham albatta mavjud. Misol uchun, lidarsiz mana turibdi. Oq rangi bu avtomobilimiz $3,000 arzon bo'ladi. Yonidagiga qaraganda. Xo'p, yonidagi dual motorli. Bunisi dual motor, lidarsiz, bez lidar. Bu bitta motorli. Narxi bunisi 33,000, bunisi 37,000. Xo'p, maytda lidarli turibdi mana. Bu lidarli degani eng full komplektatsiya deganisi hisoblanadi. Ko'pchilik yo'lda qo'yib kelyapti. Bu har xil holat bo'lyapti, lekin bu Aito M7 bemalol ustolardan kelib, tekshirib, xarid qilsanglar bo'ladi. Mashinada yurmagan, ichida qaysi bir nimalari ham bor. Kelasizlarda, ular mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bir qancha Aitolar bor. Bu yerda Donfeng turibdi. $33,000 dan boshlab $40,000 gacha bo'lgan avtomobillar bor. To'g'ri, bu mashinani ham albatta kutasiz. Mashina xarid qilgandan keyin kutmaslikni iloji yo'q. Chunki utilizatsiya ko'tarildi, mashina savdolar tushib ketdi anchagina. Xo'p, imkon qadar avtomobillarimizni sizlarga tezroq, sifatli va ishonchli qo'llardan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana mashinamiz hozirgi kunda nalichada tayyor. Bu yerda 40 tachami Aito M7 avtomobillarimiz bor. Qaysi bittasini kelasizlar,
tekshirib ko'rasizlar. Ma'qul kelsa zaklab berasizlar. Endi qirib chiqqandan so'ng mashinani bemalol minib yursangiz bo'ladi. Hop bizda qanaqadir qonunlarimiz, qanaqadir kuchlarimiz borki, mashinani shunaqa uzoq, 60 kundan oshib ketyapti. Mashinaga O'zbekiston davlat ro'yxatidan o'tkazishgan O'zbekiston nomerini taqish uchun 60 kun atrofida yoki undan ziyod kutish mumkin bo'lyapti. Buni deklarant buzubi, avtodeklarant ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Bekandijonda ham ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, mashinani ichini ochamiz va ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p do'stlar, mana to'g'risi qaysi kalt, qaysidan bilmadim. Qopni berib qo'yishdi. Buni YouTube tomonlardan biri, misol uchun kelamiz. Keldik, shu buni kalti buni ichida emas. Nega keliganda mashina oldiga borsangiz, avtomatik tarzda eshik ochilishi kerak. Negadir mashinalar ochilmayapti. Mana ushbu avtomobil Aito M7 $33 ming eshigi ochildi. Mashina 360 kamera, panorama, massaj, xulosa hamma funksiyalari bor. Mashinamiz narxi $33 ming. Kelishimizda eshigi ochilyapti. Endi ichki salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Voy, ichki saloni juda ham chiroyli. Elektronik tarzda kirib chiqadigan paroklar bu 100 kilodan oshiq pesni ham bemalol ko'tara oladi. Bu yerlarga keladigan bo'lsak, hop, mashinamizni do'stlar, mana shuncha aytib ichidan biz o'zimizga ma'qul kelgan, xalqimizni o'ylagan holatda eng arzonini topdik va sizlarga mashina haqida ma'lumot berib o'tamiz. Oldi ko'rinishlari chiroyli. O'lchamlariga keladigan bo'lsak, BYD chempiondan anchagina katta, Li 6 bilan raqobatlash bo'ladigan 3 qatorli avtomobil hisoblanadi. Faroklar elektron tarzda kirib chiqadi. Mana kirib ketdi. Mana chiqdi. Bu faroklar anchagina ko'tara oladi. Mashinamiz bilmaga qaraganda 2023 yoki 2024-yil bo'lishi mumkin. Bunday ma'lumotni to'liq sotuvchilardan bilib olamiz. Bu taraf yumshoq plastik, eko-koja ekan. Bu yerda taxtali materialdan qilingan ekan. Audio sistemalar juda ham ko'p. Huawei o'ziga mos bo'lgan hisoblanadigan eng kuchli audio sistemalardan foydalangan. Bular yili nechinchi yil? 24-yil avtomobillar ekan. Xo'p, bu qismda keladigan bo'lsak, sidinalarimiz juda ham chiroyli. Oq eko-kojadan foydalanilgan. Sidinalar barchasi elektropaket holatda hisoblanadi. Cruise control, climate control, head-up display, plus panorama luk, ichki salon kamerasi, monitor, Android xohlagan prilojenalar. Eng qizig'i, birdaniga ikkita telefonni simsiz quvvatlash uchun portlari ham mavjud. Avto holdlari, plus hamma narsasi. Bu yerga qaragan bo'lsak, kristal rangda toblanuvchi Aito logotipi tushirilgan joystick va skorsini ushbu joydan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Matda hattoki aynaklari ham parlamasin uchun deflektorlar shu joydan ham chiqqan do'stlar. Cruise control shu joydan foydalansangiz bo'ladi. Rullari gidravlika, elektrik skuter va hamma narsasi bor. Ichki salon kamerasi islam, panorama islam, ota-onamizni mazza qilib yurishni xohlaydiganlar uchun ushbu mashinamizda kapitanskiy sidiniya qilingan. Bu kapitanskiy sidiniya bo'lib, orqa yo'lovchilarga ham anchagina qulaylikni tug'diradi. Nega deganda, 3-qatori ham anchagina keng. Bu yerda xolodilnik mas sidina bagaj olduflari, klimat kontrollari tepa qismida bitta monitori yo'q, xolos. Qolgan hamma narsasi albatta ushbu Aito M7 mavjud. Bu yerda BYD'lar bor. Yonboshlarni ham bir qator ko'rsatib o'tmoqdamiz. Mashinamizni xulosa BYD miniyat yangidan mana shu yerda chiqarib olib, buni tarjima qilib qo'ysak, Xudoning ko'zi degan ma'noni anglatmoqda ekan. Bizning o'zimiz mashinani qaytamiz. Benzin ham, elektri ham. Mashinamiz 200 km elektrda yuradi. Aralash siklda 1200 km dan oshiq masofani bosib o'tadi. Mashinamiz eshigini yopdim, chunki kalt menda emasligi uchun mashina qulflanib qoldi. Mashinamizda bunaqa joylarda biroz qirilgan joylari bor.
imkon bo'lsa o'zinglar ustinglar bilan keladigan bo'lsanglar mashinani bemalol tekshirib kirashga bor yo'llarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Akamiz nomerini qo'yib qo'yamiz, bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Ekranda ko'ringan raqamlarga. Xullas, Aito mashinamiz nalichada 20 dan oshiq. Narxi 33 ming dollardan. Tuzasiz oshgan taqdirda ham ushbu narxdan 40 ming dollargacha xarid qilsalar bo'ladi. To'g'risini aytaman, buni Xitoylarga ancha-muncha yumshoq kelib turib, anjanchasiga, ya'ni Bekanjon obunachilariga anjanchasiga mayda-mayda qilib sodalashtirsalar ham narxini chiroyli narxlarda qiladi. Misol uchun, kecha kuni 41 ming dedikda, 39.800 dollarga sotdik. 41 ming deymiz kelgan odamlarga. Imkon bo'lsa, yana kelsanglar 39.800 yoki yana kelishib, Xitoylik bilan anjanchasiga gaplashib akalar bossanglar bo'ladi. Xullas, Bekanjon kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni uzoqlashmanglar. Xudo xolasa, mana bir oy video chiqarmadik, bir oy juda ham katta o'zgarishlar ro'y berdi. Aytdi, bunaqa senga ham bor. Buni Xitoylik o'zi ham yeydi. Xuddi shunday Tiffany rangi, saqasa moda bo'lgan rang. Shu mashinamiz ham xarid bo'ladi. Xo'p, aytdi. Aytdi, sal pastroq. Anaqa bet yonmaydigan holatdagisi ekan bu. Xitoylik o'zi ham shu yerda ekan. Bir qator Xitoylar bilan gaplashib shundan ko'rsatamiz. Orqa qismlarini ko'rsatmadik, tag tomon biroz kichkinaroq bo'lgani uchun bu yerdan orqa qismini ham bemalol ko'rsalar bo'ladi. Akalarimiz bittasini xarid qilgan. Klientlar bilan ko'rishmoqchi ekan. O'shaning uchun mashinadan ko'rsata olmadim. Qorasi sotilgan ekan do'stlar. Hop, Flip Motors C16larimiz ham nalichada bor. 2025-yil 2-yil do'ppostaligi Nataurus tayyori bor. 32,5 mingdan Nataurus nomiga chiqadigani bor. 31 mingdan 31,5 minggacha. Xullas, lilarimiz bor. Lilar to'g'ri narxi bizdan emas, narxini bilmaymiz. Xullas, mashinalar bu yerda nalichada bor. Keyingi safar ham avtomobilimizda mana shu mashina bo'ladi ekan. Mana shu mashinalar bor bizda.